eng mehribonim onam, yaxshi insonim onam. Baxtimga omon bo'ling, o'zimni jonim onam. Ikki ko'zimning nuri, yuragimni huzuri, hayotimning sururi, o'zimni jonim onam. Mehri buloq soyligim, ikki dunyo boyligim, duogo'y chiroyligim, o'zimni jonim onam. Allo. Allo. Assalomu alaykum. Oy Sulton Hojiona, siz bilan to'g'ri bog'landimmi? Alaykum assalom. Zo'rmisiz? Rahmat katakon, onajon salomatmisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Doim yaxshi bo'ling. Biz sizni ayni daqiqalarida yaqinlarimga tabriklarim loyihasidan qo'ng'iroq qilib bezovta qilyapmiz. Suxandon Munisaxon bo'laman. Bugungi tug'ilgan kuningiz, qarshilayotgan yangi yoshingiz sizga muborak bo'lsin onajon. Salomat bo'ling. Tug'ilgan kuningiz munosabati bilan siz uchun ajoyib tabriknoma, chiroyli dil izhorlar yo'llangan. Tabriklar o'qib bersam, eshitishga imkoningiz bormi? Rahmat, salomat bo'ling. Keling birgalikda taxmin qilib ko'ramiz. Bugun sizni tavallud ayyomingizda qutlab, ajoyib dil so'zlarini siz uchun yo'llagan inson kim bo'lishi mumkin yaqinlaringizdan? Nima deb o'ylaysiz? O'g'llarim, qizlarim, kelinlarim, nevaralarim, shular. Albatta. Bugun sizni kichkina o'g'lingiz Nurmuhammad akamiz, turmush o'rtog'ingiz Xurramjon hoji otamiz, katta o'g'lingiz Hayitmurod akamiz, Yo'ldosh Safar akamiz, qizlaringiz Kunduzoy, Barno, Barchinoy, Ashirgul, Odinaxon opalarimiz, keliningiz Minnixon, Irisxon opalarimiz, Dilfuzaxon, Navruzaxon opalarimiz hamda barcha nabiralaringiz nomidan tabrik kelgan. Va men ushbu dil so'zlarni kenjatoy o'g'lingiz tilidan siz uchun o'qishni boshladim. Rahmat. Xushbo'y rayhonim onam, ko'ngli sayhonim onam, ishonganim, ishonchim jon onam, jonim onam, baxtimga sababkorim, suyanchim madadkorim, g'am kelsa xaloskorim, jon onam, jonim onam, quyoshli osmonim u, tuganmas do'stonim u, eng yaxshi insonim u, jon onam, jonim onam. Ko'payibdi oq sochi, hayotimning gultiyochi. Hoji bo'lsinlar, hoji jon onam, jonim onam. Assalomu alaykum o'zimning mehribonim, jondan azizim, jonim, mehribon onajonim. Sizni bugungi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgan kuningiz, qarshilayotgan yangi yoshingiz bilan tabriklayman. Ona, Alloh umringizni uzoq, joningizni salomat qilsin. Ilohim bu olamdagi hamma baxtlar sizga baxshida bo'lsin. Hech ham g'am ko'rmang, dard ko'rmang, yuzlari bilan yuzlashing. Joningiz omonda bo'lsin, umringiz ziyoda bo'lsin. Bugungiday tug'ilgan kunlarni ko'plarini shodon, baxtiyor ko'rib yurmoqlik nasib aylasin. Mehr osmonim onam, sizni judayam yaxshi ko'raman. Siz mening bu olamdagi borlig'im, boyligimsiz. Hech ham kasal bo'lmang ilohim. Doim to'ylarimizda, nabira to'ylarida bosh bo'lib, xonadonimizni fayzga, nurga, quvonchga to'ldirib yuring. Kulish uchun sabab kerak emas. Izlamayman biror bahona. Sizni ko'rib tursam yetar bas. Baxtimga siz sog' bo'ling ona. Nima kerak menga toj va taxt? Boylik baxtni bera olmas ona. Borligingiz o'zi menga baxt, boshimdagi tojimsiz ona. Tugamagan dunyo tashvishi, turfa, mushkul hamda yumushi. Onajon, siz onalar ichida eng tillasi, kumushi, bebahoyim jonimsiz ona. Tizzangizga boshimni qo'ysam, qo'lingizdan yetaklab yursam, yelkamda ko'tarib yana sizni hajlarga olib borsam, Makkatullohim o'zingizsiz ona deya chiroyli dil so'zlarni ham siz uchun yo'llabdilar. Tabrik xatlarini qabul qilib oldingizmi?
tahoradan qabul qilib rahmat. Sizning ham sizning ham farzandlaringiz uchun dil so'zlaringiz bormi? Ha, Eshitamiz. ullarim ham, qizlarim ham Xudo qo'shgan qo'shamdan qo'shsa qarasin, baxtli bo'lsin, nevara chivaralar suyib yursin, hammasi qo'shsa qarasin. Baxtli bo'lsin deb o'tiraman. Aytganingiz kelsin. Biz ham sizni yaqinlarimga tabriklarim loyihasi nomidan ham qutlaymiz. Sizga uzoq umr,